Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Faqat 3 kundan beri video qo'yolmadik, chunki festival dedik, festivalda antinem bo'lmadi, uncha-munchaga. Video qo'yishga vaqt bo'lmadi to'g'risi. Velik haydab, tippali, pastli qilib to'g'risi chap oyog'im bilan o'ng oyog'imni almashtirib qo'ydim pashti kallada. Qaysi chap, qaysi o'ng bilmay qoldik. Juda ko'pchilik xavotir olib telefon qilib, rosa ko'p SMS kelgan. Anaqadan rahmat, hammaga Alloh rozi bo'lsin. Telefon qilishyapti rosa. Bugun 9-kun tugadi, mana inshaalloh Sherobodga yetib keldik. Hozir buni istoriyaga qo'yaman. Birinchi, keyin 9-kunga yetib borganda oxiriga qo'yamiz. Bugun soat 10 bo'ldi. 10 bo'lyapti, bir 10 takan, 5 takanmi. Rosa charchadim to'g'risi, soat ertalab 9lardan yo'lga chiqqan bo'lsam, mana 13 soat. Endi ag'baq to'xtab ana qilishlar hisobiga 1 soat minus qilib 12 soatdan beri tinimsiz harakatdamiz. Allohga ming beadad shukr. Ish qilish uchun sabr kuch berib turibdi. Hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar, Alloh rozi bo'lsin. Duoda o'tiringlar.